29-mart 2026-yil Andijon viloyati Baliqchi tumanida fermadan video tayyorlayapmiz akalar. Sotiladigan simental xona ajinlarimiz, xo'p, bo'g'oz qoraoladan ham bor. Video davomida buqalar ham bor akalar. Hammasini qo'ldan kelgancha partiya qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib, Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podretsiya qilib qo'yishingizdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Kimga ma'qul kelsa telefon qilib savdo qilib olasizlar. Obuna bo'lmay ko'rayap turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Xo'p, birinchi xona ajinimiz mana shu simental qizili tayyor, qochma, buqaga tayyor. Xo'p, bunisi bir 20 kunlik gumon endi qo'yilgan. Xo'p, bunisi 7 oylik naq bo'g'oz. Uchalasi ham xona ajin. Fermaga olaman, mahsulotga kelib qolganlardan deganlarga cho'g'am xudo xolasa ma'qul kelaveradi. Kichkina mollar emas, hammasi bo'ybast, katta mollar. Qaysi biri ma'qul kelsa telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Yeb ichishi, sog'ligi hamma yo'g'i joyida. Bunisi 7 oylik bo'g'oz aytib o'tganimizdek. Ozgina baxт tursa, xudo xolasa sigirib qoladigan. Bunisi ham mana shu 20 kunlik gumon narigini shunday buqaga olib borib qo'shib yuborsanglar, qochaveradigan. Qaranglar, kichkina mollar emas. Hammasi xudo xolasa birinchi qoringa xo'p, xona ajin sigir qilib olasizlar. Xo'p, videoni cho'zmasdan narxini aytib ketaveramiz. Uchovini bir joyga olganga, xudo xolasa bitta o'zim shunday olib qo'yaman, sigir qilib olaman degan odamga qo'y suyug'i 43 milliondan xayri bor akalar. Telefon qilaverasizlar. Lekin mollar tiniq, oyoq qo'llari hamma yo'g'i bus-butun. Muajilarni ham ko'rib turibsiz, uncha sigirlardan ham yiriroq, katta narsalar. Tayyor mana buqaga olib borib, buqaga qo'shib olaverasizlar. Bunisi xudo xolasa 1-2 oy kutsa tug'ib beradigan. Xo'p, endi akalar xona ajin emas, menga sigirlardan kerak deganlarga 5 donagina. Bitta mana shu eng kattasi mamliyat 8 oylik sutdan chiqarilyapti. 40 ta sutga berilaveradigan. 8 oylik yaqin bo'g'oz, katta mol ichida eng kattasi ko'rib turibsizlar. 8 kurakda, qolganlari 4 kurak, 6 kurakdan. Xo'p, monosi yangi tuqqana bu? İhtiyacı olsa bir yarım ay ekodan bolları var. Bu koyunca içinde. Buqa yurgan ichida yangi tuqqan mollar, 1,5-2 oylik bo'lgan bollari 25 tadan sutga berilaveradigan mollar. Qaranglar. Hammasi xudo xolasa oyoq qo'llari butun, hamma narsasi joyida. Hammasi ertalab sog'ilgan, dimlab, pardoz qilib, boshqa qilib ko'rsatilyapti turgani yo'q akalar. Holatlarni ko'rib turibsizlar. 4 kurak, 6 kurakli sigirlar. Shuni zagonni olib chiqib ko'rsatib qo'yapmiz. To'ralaganini bir xil to'rovi ham, xudo xolasa to'ralasidan ham sut chiqadigan. Bunisi ham yangi tuqqan mol, 1,5 oylik bollari bor buni ham. 25 ta suti bor buni ham. Xo'p, bunisi ham 8 oydan o'tgan, yaqin bo'g'oz. 2 ta 8 oylik, 2 ta yangi tuqqan, 25 tadan suti bor. Bir donasi Bashsida 5 oyliga, bunisi 5 oylik suti bor buni ham. Oyoq qo'llari, yelillari, tutoqlari hamma yo'g'i but-butun. Shuni fermaga olib borib, bu ketdi. Fermaga olib borib qo'yib yuboraman deganlarga akalar, tayyor sigirlar, ishlab charchagan emas, rosa ishlashga kelgan, suti ochilgan mollar akalar. Taylari, idishlari hamma yo'g'i zo'r mana. Ko'rib turibsizlar. Behijolat narsalar. Bitta olganga ham, optim olganga ham berilaveradi. Aytib o'tganimizdek, 2 dona 8 oylik bo'g'ozi, 2 dona yangi tuqqan 25 tadan suti bor, 1 dona 5 oyligi bor. Endi yakka sog'imlarda mana suti borlarini olaman deganlarga kelib, bittasi bu 56 milliondan kami bor. Ular ham buqa bilan yurgan, lekin sog'imi qaramas. Bu ikkinchisi 56 milliondan. Mana ikkalasi 8 oylik. Mana bittasi, bu ikkinchisi. Ular 8 oylik yaqin bo'g'ozlari. Mana.
yaqin bo'g'ozlari 65 milliondan kam bor ekan. Haqiqiy sutga ishlayman deganlarga mana o'zi 40 ta sutga berilaveradigan ma'millardan. Xo'p, bir dona 5 oyligimiz 5 oylik bo'g'oz suti bor. Bunisiga 60 million narx so'ralyapti. Kami bor. Telefon qilib, kelib, bemalol ustida ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa, hammasi sog'lom narsalar. Behijolat. Kichkina mollar emas. Katta sigirlar hammasi bo'ybasti ham boshqasi ham, lekin yosh 4 kurak, 6 kurak, bir dona shu ma'millarda 8 kurakda. Xo'p, zotga hali kuni bu qola chiqaruvdi akalar, ko'pchilikka yetmay qoldi. Bugunga ham 2 dona, ikkalasi ham buzoq. Buqani sortini, sifatini ko'rib turibsizlar. O'ta 100 ga 100 originallaridan. Bunisi ozginadan shoxi bor, lekin uradigan emas. Kuydirilgandan keyin chiqqan adashmasam. O'ta chiroyli. Bonosini qaranglar. 9 yildan olaman deganlarga mana bundan ortig'i bo'lmaydi. Bunisi haqiqiy to'qolidan. Ikkovi ham zotga 100 ga 100 kelaveradi. Yeb ichishi, sog'ligi, molga yig'ishi hamma yo'g'ini kelib ustida bemalol o'zingizlar ko'rib olaverasizlar. Kattaroq firma bo'ladigan bo'lsa, ikkovini juk qilib qo'yib yuborsa ham bo'laveradi. Ishqibozchilikka bir tonnalik qilib boqaman degan odamga ham juda ma'qul keladigan buqalar. Endi bularni yetalab berishni boshqa qilishni iloji yo'q. Turgan joyda imkon qadar ko'rsatib qo'yapmiz. Xudo xolasa ustida ko'rsanglar, telefonda ko'ringanda a'lo holatda. 14-15 oylikda, lekin yoshga nisbatan yaxshi boqilgan buqalar. Veslari, bo'ylari baland. Bo'ylarini 1.40 atrofiga olaverasizlar. 1-2 sm u yoq bu yog'i. Balki oshiqdir, balki kamdir. Lekin buqalarni vesiga ham, bo'yiga ham, boshqasiga ham emas, faqat mana shu sortiga e'tibor berib oladigan. Yaxshi sigir xunajilariga, katta buqalarga, katta sigirlarga zotga ishlatadiganlar o'zi biladi, ko'rib turishibdi. Ikkovi ham 100 ga 100 tozalari. Qaranglar, buqani. Kim qanaqa sifatlisini izlasa, behijolat ma'qul kelaveradigan. Ikkalasiga ham 50 milliondan narx aytilyapti, donasi 50 milliondan. Qaysi biri ma'qul kelib qolsa, telefon qilib savdolashib olaverasizlar akalar. Kichkina mollar emas. Xudo xolasa, ustida ko'rsanglar o'ta go'zal. Endi xunajillardan so'raganlarga, kichkina xunajillardan so'raganlarga, xunajillardan ham bor. Ularni ham hozir chiqarib, tashqariga ma'lumotlarini berib o'tamiz. To'g'risi gap, mana bu qo'yam o'ta yomon. Ikkovi ham bir-biridan kuchli narsalar. Olaman, boqaman degan odamga oyoq qo'li butun, hamma yo'g'i joyida. Bizda yolg'on yashir yo'q, kelib qonlarigacha behijolat tekshirib olaverasizlar. Yaxshi joylardan chiqqan, yaxshi joyda turibdi. Yaxshi joyga bir urug'lik ishlatamiz, buzoqlardan ko'paytiramiz deganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ikkalasidan ham tushgan buzoqlar ishoninglar, arzon buzoq bo'lmaydi. Chunki bunaqalari misol o'sha joydan chiqavermaydi ham. Mana buqani qaranglar. Iltimos qilsa berilmaydigan buqalar, to'g'risi gap. Biz zo'rini olaman deb izlab yurgan odam telefon qilib kelaverasizlar. Xunajillarni ko'rsatamiz. Oxirigacha kutganlarga akalar 2 dona 3-4 oylik xunajillar bor. Bittasi simental, ikkinchisi simentalga gibrididan. Ikkalasi ham xudo xolasa sigir qilib olaman degan odam bo'lsa, videoni orasida ko'rganlaringdek katta sigir bo'ladi bular. 3-4 oylikdan ikkovi ham to'qola. Olani kuydirib olasizlar ekan. Olani kuydirib olasizlar, simentali to'qol. Ikkovini bir joyga oladigan odam bo'lsa, 23 milliondan akalar ketaveradi. Tanlab olishga bo'lsa, simentali qimmatroq bo'lib qoladi. Kichkina buzoqlar emas, bemalol yangi ishqibozlari ham kepak-silyos qilib bahsinglar bo'laveradigan. O'ta chiroyli bir-biridan. Ikkovi ham o'ziga yarasha. Xudo xolasa, yaxshi kichkina xunajillardan chiqib qo'ysa, naslli sigirni bolalaridan olib tashab qo'yib, katta sigir qilib olaman, endi birar yil sabr qilib, zato 2 to'p oladi deganga, mana taylari mana shu yerdan ko'rinib turibdi. Ma'qul kelaveradigan. Telefon qilib kelaverasizlar. Xudo xolasa, ikkovi ham soppa sog'ida. Qaranglar turishini. Mana simental qimmatroq bo'ladi tanlashga, gibrid arzonroq berilaveradi.